Toshkent viloyat qo'riqlash boshqarmasi navbatchilik qismiga Yangiyo'l tumani Xalqobod mahallasi Qurilish ko'chasida joylashgan xonadonga o'rnatilgan tashvish tugmasi orqali xabar kelib tushgan. Shodlik Toshkent 33 ga Shodlik Yangiyo'l tuman Xalqobod MFI Qurilish ko'chasi 12-uydan tashvish xabari kelib tushdi. Voqea joyiga borib, vaziyat o'rganib, axborot berilsin. Chaqiruvga asosan tuman ichki ishlar bo'limi huzuridagi qo'riqlash xizmati tezkor harakatlanuvchi guruh xodimlari voqea joyiga zudlik bilan yetib borishadi. Aniqlanishicha, tashvish tugmasini mazkur xonadonda yashovchi fuqaro bosgan ekan. Holat o'rganilganda murojaat qilgan fuqaro turmush o'rtog'i bilan janjallashib, uydan chiqib ketgani oydinlashdi. Ayolning ma'lum qilishicha, uning turmush o'rtog'i muntazam ravishda giyohvandlik vositalarini iste'mol qilib kelgan. Narkotik moddalarni xonadonda saqlashini aytadi. Mazkur ma'lumot asosida voqea joyiga Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limi jinoyat qidiruv bo'limi tezkor xodimlari chaqiriladi. Xonadon ko'zdan kechirilganda hovli qismida quritilgan holdagi giyohvandlik vositasiga o'xshash o'simlik qoldiqlari, ko'rpacha ostida qora yelim xaltaga joylangan yashil rangli modda, shuningdek oshxonadagi gaz plitasi ichida ham giyohvandlik vositasiga o'xshash o'simliklar topiladi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Yangiyo'l tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilyapti.